Azizlar, Kapilka supermarketiga tashrif buyurdik. Do'stim bilan yabishni uyini o'ynaymiz. Ko'zini yumadi, mashina turgan. Mana ko'rsating mana. Lupoy narsadan Assortiment olib o'ziga solaman, nimaligini topish kerak. Tayyormisiz? tayyor mana. Arqamni qilib o'tiraman. Ketdik. Birinchi mahsulotimiz mana. Tayyormisiz? Tayyor, qaraymiz. Va buriling. O'shan oching. Davay. Nima bu? Yer yong'oqda usti nimalik? Topdi, janavar topdi. Yum, ikkinchisi yum. Qarama narsalarga, qarama. Buni topaman. Tayyormi? Ha. Aya, o'giriling. Ha, ketdi. Bu mayiz bera yo'q lekin. Qani qarang. Mayizda. Tak, nima so'sak bilan buni og'ziga yana. Og'zingga anav qilish bo'lmasin lekin. Nima qilish? Davay, tayyormisan? Yemaganman. Yegan. Rahmat, qarama. Katta kameraga nimaligini? Ha, emasda. Mana. O'sh. Oson joyga kelib ketamiz o'zlabcha. Sho'rkonga toshda bundan sotmaganlar. Nikaraguadan kelgan ekan. Bodom. Cho'qilgani. Cho'qilgan, ana bu. Uchoq bo'lsa bilan yemasdik. Bodomda? Bodom emas bu. Bodommi? Bodom. Endi Braziliyaliklar o'zi ham yemagan-ku uni. Mana bunaqa qiynamanglar o'zi o'yiga, tem bo'lib o'zaman.